Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda kun mavzusi ko'rsatuvi. Bugungi kunda mamlakatimizda transport sohasini zamonaviy talablar asosida boshqarish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va sohani raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi islohotlar natijasida transport nazorati tizimida ham ochiqlik, shaffoflik va samaradorlikni oshirish bo'yicha muhim o'zgarishlar yuz bermoqda. Xo'sh, bu jarayonlar Jizzax viloyatida qanday kechmoqda? Nazorat tizimida qanday yangiliklar bor? Shu haqida bugun studiyamiz mehmoni transport nazorat inspeksiyasi Jizzax viloyati hududiy bo'limi boshlig'i Abdumurod Bobomullayev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Abdumurod aka, avvalo bugungi kunda Jizzax viloyatida transport nazorati bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida suhbatlashsak, asosiy e'tibor qaysi yo'nalishlarga qaratilmoqda? Hozirgi kunda transport nazorati inspeksiyasi avtomobil transporti nazorat Jizzax viloyati hududiy bo'limi tomonidan bir qator ishlar olib borilmoqda, xususan yo'lovchilarda bagaj va yuk tashish qoidalariga rioya etilishi, yuk transport vositalarida yuk tashish qoidalariga rioya etilishi bo'yicha hamda yo'lovchi tashuvchilar tomonidan harakat jadvallariga rioya etilishi bo'yicha nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Bundan tashqari tashuvchilar tomonidan litsenziya talab va shartlari hamda ruxsatnoma talablarini bajarish yuzasidan ham nazorat tadbirlari o'tkazilib borilmoqda. Yo'nalishsiz taksilarda esa ularga qo'yilayotgan talablarni bajarilishi yuzasidan nazorat tadbirlar o'tkazilmoqda hamda avtovokzal, avtostansiyalarda faoliyati ham nazoratga olingan. Raqamlarga yuzlanadigan bo'lsak, joriy yilning 4 oy hisobida 289 ta qo'shma reydlar, nazorat tadbir reydlari o'tkazilgan bo'lib, bunda 2422 ta huquqbuzar haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mazkur haydovchilarni esa 1150 tasini faoliyati qonunlashtirilib kelinmoqda. Sohadagi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar, yangiliklar haqida ham batafsil to'xtalib o'tsangiz. Avtomobil transporti nazorat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining joriy yilning 5-fevral sanasida 1118-sonli qonuni, bu qonunda O'zbekiston Respublikasi ayrim hujjatlarga transport xizmatini tashkil etish tizimini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bunda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 125-moddasining 4-qismi bo'yicha masalan xalqaro yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatayotgan tashuvchilar M3 hamda N3 toifadagi avtotransport vositalari taxografsiz yoki taxograf qurilmasini o'chirgan holatda yoki haydovchilar tomonidan o'sha taxograf kartalari bo'lmagan taqdirda bularga ham ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish transport nazorat inspeksiyasi inspektorlariga huquq berildi. Taxograf kartalari haqida bir tushuncha bersangiz. Taxograf kartalari bu to'rt xil turda bo'ladi. Bunda nazorat, masalan, inspektorlarda korxonani nazoratchisida bo'ladi, mexaniki nazoratchisida bo'ladi, hamda haydovchilarda nazorat kartasi bo'ladi. Haydovchilar masalan 400 kilometrdan yuqori bo'lgan yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatayotgan avtobus yoki yuk transport vositalari, yuqorida aytib o'tilgan M3, N3 toifadagi avtotransport vositalari haydovchilari dam olish rejimiga rioya qilgan holda ularda taxograf kartalari bo'ladi. O'sha taxograf kartalaridan foydalangan haydovchi dam olayotgan, bitta haydovchi dam olayotganda ikkinchi haydovchi boshqaruvni qo'lga olgan paytda o'sha kartasidan foydalanadi. Ikkinchi haydovchining kartasi o'sha paytda to'xtab turadi. O'shanda nazoratchilar tomonidan maxsus qurilmalarga solib ko'rilgan taqdirda o'shanda bilinadi haydovchi tomonidan qonunbuzarlik holatlari sodir etganmi, etmaganligi o'sha qurilma orqali kelib chiqadi. Keyin bundan tashqari yuk transport vositalarida yuk ortilgandan keyin tovar transport yuk xatlari, bu haydovchilar tilida aytadi, nakladnoy deydi. O'shalar hamda yuk tashishda, xalqaro yuk tashishdagi avtotransport vositalarida yo'l varaqalarini, shuningdek yo'lovchi avtotransportda chipta hisob varaqalari va yo'l varaqalari bo'yicha belgilangan talablarni buzgan taqdirda ham transport nazorati inspeksiyasi inspektorlar tomonidan ma'muriy bayonnoma tuzish
belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari keyin yana 125-modda prim 1 moddasi bo'yicha yuk tashish qoidalari, shatakka olish qoidalarini buzish bo'yicha avval yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilardi. Mazkur masalan 11-18 sonli qonunga asosan mana shu moddadagi qoidabuzarlik holatlarini aniqlangan taqdirda transport nazorat inspeksiyasi inspektorlari tomonidan ham ma'muriy bayonnomalar tuzish belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari hozir yana bunga o'zgartirish kiritildi. 125 prim tur moddasida esa avtomobil transportida muntazam yo'lovchi tashish yo'nalishlarida tashish qoidalarini buzish bo'yicha bunga ham ma'muriy jazo qo'llanish belgilab qo'yildi. Oldin masalan yo'lovchilardan, aholimizdan ko'p murojaatlar tushardi, yo'nalishni o'zgartirdi yoki yo'lkira haqqini mendan ko'p oldi, harakat jadvaliga amal qilmadi, soat 9 da kelish kerak edi, soat 10 da keldi avtobus yoki mikroavtobus. Shu holatlar ko'p uchrab turardi. Bunda o'sha paytlari bular haydovchilarga nisbatan huquqiy ta'sir choralari yo'q edi. Ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish imkoniyati yo'q edi. Bu kodeksda yo'qligi sababli ma'muriy bayonnomalar tuzilmasdi. Hozir endi mana shu 11-18 sonli qonunga asosan o'sha 125 prim tur moddasi bilan avtomobilda yo'lovchi tashiydigan muntazam yo'nalishlarda tashish huquqini tasdiqlovchi guvohnomasi, tender guvohnomasi bo'lmasa, yonida bo'lmasa hamda yo'lovchi tashish yo'l haqlarini tariflarini oshirgan holatda keyin muntazam yo'nalishlar bo'yicha tasdiqlangan qatnov jadvallariga amal qilinmasligi, masalan yuqorida aytib o'tdim, soat 9 da kelish kerak edi, 10 da keldi, kechikib keldi. Tasdiqlangan yo'nalish sxemasiga rioya etmasligi. Masalan avtobus masalan G'aldorol Jizzax yo'nalishida harakatlanish kerak bo'lgan, lekin bu avtobus masalan Jizzax Paxtakor yo'nalishida harakatlansa, masalan o'sha tasdiqlangan yo'nalish sxemasidan chetga chiqish hisoblanadi. O'shanda mana shu modda bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bunda haydovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorini 3 barobar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari tashuvchilarga yoki bir ularga fuqarolarga ko'rsatma berilganda, ko'rsatmalar transport nazorat inspeksiyasi avtomobil transporti nazorat xodimlari tomonidan ko'rsatma berilganda, yozma ko'rsatma berilganda, u ko'rsatmaga javob bermaslik holatlari yuzaga kelardi. Shuni ham oldini olish maqsadida mazkur qonun bilan 198 prim 9 moddasi bilan O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi transport nazorat inspeksiyasi hamda uning hududiy bo'linmalarini ko'rsatmasini bajarmaslik. Bunda fuqarolarga nisbatan 2 barobarga, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Bu qonun bo'yicha yana bir katta o'zgartirish kiritildi. Transport nazorat inspeksiyasini aksariyat tuzilgan moddalari bo'yicha ma'muriy bayonnomalar joylardagi jinoyat sudlarda tergov sudyalari tomonidan ko'rib chiqilardi. Hozir bu ishni o'sha mazkur qonunda 254 prim 1 moddasiga asosan transport nazorat inspeksiyasi tomonidan amalga oshirish belgilab qo'yilgan. Avtotransport sohasida raqamlashtirish jarayoni haqida ham ma'lumot bersangiz bizga. Qanday bu jarayon qanday amalga oshirilyapti? Hozirgi kunda avtotransport sohasini nazorat qilish bo'yicha raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda hamda yakuniga yetish arafasida. Hozirgi kungacha qilingan ishlar bo'yicha bir qisqacha aytib o'tsam degandim. Hozirgi kunda transport nazorat inspeksiyasi inspektorlarga o'sha inson omili aralashuviga yo'l qo'ymaslik, korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida har bitta inspektorga ma'muriy holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzishda maxsus planshetlar ajratib berilgan. Bu planshetlar bir qator davlat organlari bilan integratsiya qilingan. Unda avtotransport vositasi to'g'risida ma'lumotlar kelib chiqishi, keyin transport vositasi o'sha haydovchi tomonidan hech qanday huquqbuzarlik sodir etganligi,
mazkur transport vositasi masalan mazkur yo'nalishda harakatlanish mumkinmi mumkin emasmi, tender guvohnomasi bormi yo'qmi, yoki mana shu transport vositasini litsenziya varaqasiga egami ega emasmi, hammasi bo'yicha o'sha planshetda hamma ma'lumotlar kelib chiqadi. Undan tashqari hozirgi kunda masalan litsenziya berish tartibini ham elektron tizim orqali berish yo'lga qo'yilgan. Bunda o'sha tadbirkorlar tomonidan yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan shaxs ancha qulayliklar, masalan borib kutmaydi. Masalan oldin o'sha hududiy boshqarmalar tomonidan yozib berilardi litsenziya varaqalari, hozir esa o'sha raqamlashtirishlar tashkil etilgandan beri o'sha elektron tarzda litsenziya varaqasini olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bunda vaqt tejaladi, mablag' tejaladi. Bundan tashqari hozirgi kunda masalan e'tibor bergan bo'lsalaringiz, masalan transport nazorati inspeksiyasiga o'sha maxsus avtotransport vositasi keltirilgan. Bunda yuk tashishda hajm va vazn parametrlariga rioya qilish bo'yicha, haydovchilar rioya qilish bo'yicha maxsus transport vositasi olib kelingan. Bu transport vositasi o'sha yuqorida aytganingizdek raqamlashtirilgan. Hammasi elektron tarzda, elektron tarozi o'rnatilgan. O'sha hajm, vazn parametri bo'yicha nima, qanday ishlar olib borilishi, nazoratni qanday ishlar olib borish kerak bo'lgan narsani hammasi 100% o'sha maxsus avtotransport vositasi mujassam qilingan. Abdumurod aka, xabarimiz bor, joriy yil 1-apreldan boshlab jamoat transportlarida to'lovlar naqdsiz ko'rinishda amalga oshirilishi 1-apreldan boshlab yo'lga qo'yilgan. Ammo tan olish kerak, hali bu jarayon yo'lovchilar tomonidan to'liq 100% hali bajarilmayapti. Naqd ko'rinishdagi to'lovlar bo'lib turibdi yoki bo'lmasa umuman to'lov qilmasdan jamoat transportidan foydalanish holatlari ham bo'lib turibdi. Buni tan olishimiz kerak. Aholi elektron to'lovlarni qanday amalga oshirgani ma'qul, qanday amalga oshirsa bo'ladi? To'lovlarni elektron shaklda to'lamagan, elektron tarzda amalga oshirmagan yo'lovchilarimizga qonunda jazolar, choralar qo'llaniladimi? Jizzax viloyati hokimining qaroriga asosan Jizzax viloyatida shahar hududida jamoat transportidan foydalanish 2026-yil 1-apreldan boshlab elektron tarzda to'lash joriy etildi. Bu bo'yicha bir qancha qulayliklar, o'sha siz yuqorida aytib o'tganingizdek vaqt tejaladi. Bunda yo'lovchilarga masalan oldin haydovchilar to'xtagan paytda haydovchilarga pul bersa, haydovchi qaytamni beradi, bilet beradi, unga ancha vaqt ketadi. Hozirgi kunda masalan ularga har bitta avtobuslarga ATTO korxonasi tomonidan validatorlar o'rnatilgan bo'lib, o'sha validatorlarga naqd pulsiz to'lov amalga oshirilmoqda. Bu naqd pulsiz to'lovlar qanday amalga oshiriladi degan savolingizga javob. Bunga telefonda o'sha qo'l telefonlarda ilovalar orqali yoki bank plastik kartalari orqali amalga oshirsa bo'ladi. Yana bir qulaylik mazkur ATTO mas'uliyat cheklangan jamiyatni o'sha o'zini maxsus kartalari bor. U kartalari o'sha o'zida har bitta yo'lovchiga masalan to'lagan paytingiz uni chegirmasi mavjud. Masalan hozirgi kunda yo'l kira narxi 3000 so'm bo'layotgan bo'lsa, o'sha ATTO kartalari orqali to'lov amalga oshirsangiz 2100 so'm kartangizdan yechib olinadi. Yana bitta qulaylik, masalan ko'p sizni yodingizdan ko'tarilib ketgan kartani to'ldirish yoki boshqa. Unda ham agar kartada mablag'ingiz yetmasa, pul yechib olinadi. Keyin kartaga pul to'laganingizdan keyin o'sha qarzdorligingiz qoplanib qo'yiladi. O'sha bo'yicha ancha qulayliklari mavjud. Bu ATTO kartalarini hozirgi kunda qayerdan olish mumkin? Siz joylarda pochtalar, hududiy bo'limlarda, markaziy pochtada o'sha yerda
tarqatilmoqda. Atto kartalari har bir shaxsga alohida beriladimi? Yo'q, Keyin bu 18 yoshgacha bo'lgan shaxslar qanday olsa bo'ladi bu atto kartalarni? kartada kartaning o'zining toifalari bor. Karta shaxsga berilmaydi. Bu kartada maxsus raqam bo'ladi. O'sha raqam orqali pul to'lovini amalga oshirib boraverasiz. Bu kartani yana bir talabalarga berilayotgan kartalar bor, uni o'zining chegirmalari bor. Masalan, yo'lovchilarga beriladigan nogironligi bo'lgan imtiyozli foydalanayotganlarga o'shalarga ham o'sha atto kartalar orqali amalga oshiriladi. Endi yuqorida bergan savolingiz bo'yicha hozirgi kunda aholi tomonidan naqd puldan voz kechilgan, elektron to'lov qilish kerak, lekin aholi tomonidan tushunmovchilik bo'lib o'sha plastik kartasida pul bo'lmay qolishi mumkin. Yo'l kira narxini to'lamaslik maqsadida to'lovsiz tushib ketish holatlari aniqlanmoqda. Bunda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksni 144-moddasiga asosan transport nazorat inspeksiyasi inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiriladi o'sha fuqaroga nisbatan. O'sha fuqaroga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 1/1 qismi bo'yicha ma'muriy jazo qo'llanishiga olib keladi. Bu ma'muriy jazoni qo'llash uchun o'sha fuqaroni topish kerak. O'sha fuqaroga o'sha haydovchi e'tiroz bildiradimi yoki bo'lmasam o'sha har bir jamoat transportida bilamizki, kameralar o'rnatilgan. O'shalar orqali aniqlanadimi? Qanday aniqlanadi bu yo'lovchilar? Vazirlar Mahkamasining 668-sonli qarori bor. 2023-yil dekabr oyida chiqqan. O'sha qarorda o'sha transport nazorat inspeksiyasining faoliyatini tartibga solish bo'yicha qarorda o'sha transport nazorat inspektorlari huquqlari ko'rsatib o'tilgan. Transport nazorat inspeksiyasi inspektorlari o'sha mobil postlarda yoki bekatlarda, keyin oxirgi bekatlarda, avtostansiyalarda, avtovokzallarda o'shada nazorat tadbirlari olib borilishi belgilab qo'yilgan. Mana shu qarorda bandiga asosan transport nazorat inspeksiyasi xodimlari o'sha bekatlarda turib chiptasiz tashish hamda chiptasiz yurish bo'yicha o'sha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. O'shanda aniqlanadi. Yuqorida aytib o'tdik, hamma transport nazorat inspeksiyasida raqamlashtirish qilingan. Har bitta inspektorlarning qo'lidagi planshetlarida Face ID o'rnatilgan. Bu Face ID orqali qoidabuzar yo'lovchilar, huquqbuzar yo'lovchilarni shaxsini aniqlash imkoniyatiga egamiz. Shu shaxsi aniqlanadi. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 294-moddasiga asosan uni huquq burchlari tushuntiriladi. Ma'muriy bayonnoma tuzib, unga SMS orqali ma'muriy bayonnoma tuzilganligi hamda ma'muriy qaror chiqarilganligi bo'yicha unga SMS xabarnoma yetib boradi. Mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Bugungi muloqotdan anglashildiki, transport sohasida amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar tizim samaradorligini oshirish, yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash va aholi uchun yanada qulay xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Ayniqsa raqamlashtirish orqali sohada ochiqlik va tezkorlik ta'minlanayotgani muhim ahamiyatga ega. Bu kun mavzusi ko'rsatuvi edi. Xayr, omon bo'ling.